Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan Oltin Yiro kanalida va Ketdi Scratch kartdan aytganimizdek comeback qilamiz hozir. Asosan summalarda qo'lamizda Scratch kartda bosamiz 6 kassent, 2 kassent kerak emas bu katta. Kassent kerak jigar bizga, davay katta kassent tashlab. Yana 6 0 8 va 210 deb bo'ldi. Yetadi, normal comeback bo'ldi va biz boshqa o'yin kiramiz. Boshqa o'yin bo'lsa Burning Hot bo'lsin. Burning Hot bosamiz. 1 million so'mdan tikka olamizmi ekan? Keyin 1 million 200 ming 285 so'mdan bosamiz. Internet yaxshilab aytsa bo'ldi ishqilib. 0 0 yana 0 kassent yo'q, 2006 degan. Bayish emas, var kichkina bu kassentlar. Ha, 20 kassent chiqdi yaxshi bizga, 20 berdi. Gap yo'q. 20 kassent, 2 kassent orqasidan 2 yana. Yo'q, 0 yana 0 2 6 kassentda 6. Bundan aytmadim. Keyin oshirib ko'ramiz ozgina. Shu hozirma oshiramiz. 2 8 kassent, 6 kassent bo'ldi. Bitta o'zishdi mana 6 kassentga. Yana 20 yaxshi. E'tirof Burning Hotga kirsa ham bo'lar ekan. Kristalga kirgandan ko'ra o'zi Burning Hotga kirish kerak ekan. Yana 20 kassent mana. Bonusni esa yaxshi tashlayapti. Lekin bu yo'g'iga ishonmaymiz, menimcha. Endi ishonaylik ozgina. Ketdi yana oshiramiz bo'lsam, oshirib yana ozgina o'ynab ko'ramiz. Yana 20 balki 50 40 balki 100 tashlab bo'lar endi. Ketdik. 16 yaxshi. 16 ham bo'laveradi, yomon emas. 3 kassent. Mana bitta qurtman tepaga. Buni o'zi chiqish kerak ekan o'zashunda. Chiqish kerak edi ekanda mana. Tugadi bo'ldi, 240 da chiqamiz bo'lmasam, jigar rahmat shunisiga ham yaxshi to'lov berdi. 156 171 ekan. Bitta aniq chiqib bersa, lekin zo'r bo'lardi. Mayli, suramiz.